Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, sizlarga bugun havolda pechkasidan foydalanish o'rgataman. Pechkasidan foydalanish uchun qishki kuni mana buni bossangiz ham pechkasi yonib ketadi. Mana ko'ryapsiz. Bu yerda off bor, offni bossangiz o'chadi. Asi bor, air conditioning degan, ya'ni konditsionerda yoqadi. Endi yana boshqacha usuli ham bor. Yoqish uchun mana bu kurtilkani bosasiz, mana shu kurtilkani. Mana shuni bossangiz ham birdaniga konditsioner pechka ishlab boshlaydi. Bunda pechka mana bu tomondagi regulirovka, ya'ni vozdуховодni tezligini kuchaytiradi. Siz avvaldan regulirovka qilib qo'ygan bo'lsangiz, misol uchun mana bu yerda temperaturani qo'ygan bo'lsangiz 28.5 ga qo'yganman. Keyin mana bu qaysi tomonga havoni jo'natishni belgilab qo'ygan bo'lsangiz, birdaniga konditsioner ishlab boshlaydi. Agar o'chirmoqchi bo'lsangiz, buni bossangiz o'zi o'chmaydi. Lekin mana bu yerda push degani bor mana. Push off. Ya'ni bitta bossangiz konditsioner o'zi o'chadi. Ya'ni pechkasi yana o'chadi. Mana off rejimga o'tadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yana bitta narsa aytib ketishim kerak. Vozdухов zabornikda orqa tomondagisi bor mana, barda tagida. Buni qanday ishlatadi desangiz, buni mana bu kurtilkasini bu yoqqa burasiz. O'rtaga qilsangiz ishlaydi, ikki chekka qilsangiz yopadi. Bunisi ham xuddi shunday.